Assalomu alaykum. Hammaga xayrli kun, xayrli tun kim qachon ko'rsa. Mana bugungi videorolikimiz tayyor bo'ldi. Bugungi darsligimizda qovoq yopishtirish texnikasini ko'rsatib o'taman. Albatta hech kim xalaqit qilmagan holatda. Har safar albatta kimdir xalaqit qilgan bo'lardi. Bu safar kadrga yaqinroq kelib, hech kimga xalaqit qildirmay yozib oldim. Mana kley surdik qovoqlariga va kiprik qo'yib, ozginagina kutib, oldin past holatini, keyin tepa holatini yopishtirib oldim. Mana ko'z ostilariga yopishgan kleylarni mitillярный vodada artib oldim. Faqat mitillярный vodada artsanglar, kleylar yaxshi toza bo'ladi. Va yuzlarini молочкоda artib, yuz bazalarini surib olaman. Yuz bazalarini massaj holatida yotqizsanglar, kletka-kletkalariga yaxshi yotib, ter chiqarishdan, yog'lanib ketishdan saqlab beradi. Kanalkamizni yupqa qilib, bir qavat qilib yotqizib, nam gubkamizda yaxshilab urib yotqizib chiqamiz. Gubkamiz shilta holatda bo'lishi kerak emas, qizlarjonlar. Xuddi sponji yuvilgan holatidagi shilta holatda umuman bo'lishi kerak emas, bo'lmasam qotish jarayonini to'xtatib qo'yadi. Mana bitta joyi bir marta emas, 3-4 marta aylantirib yotqizsanglar, kanalkamiz chiroyli yotadi. Korreksiya holatlarini ham yuz formasiga qarab chiroyli tanlashinglarni maslahat berardim. Bejirim bo'lgan, yuzi bejirim, chiroyli bo'lgan qizlarga juda ham ko'p korreksiya kerak emas, o'zi chiroyli. Shunda ham ozginagina bersanglar ham shuni o'zida ham chiroyli bo'lib ochiladi. Quloqni tepa qismidan burun holatini yarim holatigacha olib kelamiz. Burunni ikki chet holati, dahan va labni ikki chet holatiga ham ozginagina beramiz. Расtushovка qilamiz o'zini kistida. Mana burun kistlari, iloji boricha o'zini kistini tanlasanglar, chiroyli chiqadi formalaringlar. Mana shu yerda hozir mana shu tarafini ko'rmabman. Shunaqa qizlar g'ashim keldi. Sizlarda ham bunaqa narsa bo'lishi mumkin. O'shanda turganda albatta to'g'rilab olinglar. Mana baribir qolib ketibdi. Shundoq g'ashim keldi. Mayli, e'tibor bermaymiz. Xatoni har kim qilishi mumkin. Так, o'shanda mana svetli korreksiyasini, svetli konsilerini surib chiqaman va o'sha gubkamizda yana yotqizib chiqaman. Urib, расtushovка qilib gubkada yotqizib chiqdim. Va рассыпчатый pudrani o'zini gubkasidan foydalangan holatda chiroyli qilib ustiga qo'yib chiqaman. Xuddi o'ylaysizlar, voy bo'ldi, korreksiya holati tugadi deb. Yo'q, olib tashlasanglar buni yuzdan shunda korreksiya holati barxil bo'lib turgan bo'ladi, xavotir olmanglar. Mana ko'zga svetli tellarimizni qosh tepa qismi bilan ko'zni oldi holatiga surdik va ko'z tugagan qismidan svetli ten bilan, pishniroq kist bilan расtushovка qilishni boshladim. Sekin temnilashtirib, oldi holati bilan ko'z tugagan qismidan qalam bilan chizib oldim, yarim holat karandashni texnika qilib. Qizlarjonlar, qovog'i osilganroq qizlarga qovoq yopishtirish texnikasi bilan karandashni texnika juda ham asqotadi. Juda ham chiroyli ko'zni ochib, yana ham chiroyli qilib, katta ob'yomda ko'rsatib beradi. Ko'zi qovog'i osilgan, ko'zi kichkina qizlar ko'zi katta bo'lishini juda ham xohlaydi, juda ham yaxshi ko'radi. O'shaning uchun maslahatim, iloji boricha karandashni texnikadan qochmasdan, shu texnika bilan iloji boricha ko'proq shug'ullansanglar, o'zinglar uchun qovoqli texnikalar kelganda qo'rqmay chiroyli qilib ishlab bera olasizlar. Chunki O'zbekistonda juda ko'p aholi qovoqli bo'lib, aynan karandashni texnikani talab qiladi. U o'zi bilmaydi, so'rayotgan klientlaringlar chiroyli ko'z qilib bering, chiroyli make-up qilib bering deb so'rayotgan klientlaringlar o'zi karandashni texnika degan narsani tushunmasligi mumkin, lekin sizlar o'zinglar uchun udobniysini qilsanglar, o'shanda klientinglar довольный bo'ladi. Inshaalloh. Balkim sizlar undan ham osonroq texnikani bilarsizlar. Undan ham yaxshi. Omadinglarni bersin. Mana qovoqlarni qo'yib oldim. Skladka turgan joyga qovoq qo'ysanglar, qovoq yana ham chiroyli ko'tariladi va glitterlarni kley yordamida yopishtirib oldim.
Mana pudrani olib tashladik va rumyani berdim. Rumyanidan keyin ozginagina highlighter berdim. Highlighterni maslahatim judayam yaltillatib tashlamasliklarini maslahat bergan bo'lardim. Chunki highlighterni ko'p berib yuborsanglar, неестественный bo'lib qoladi. Bijir-bijir yaltillab ketgan yuz bo'lib qoladi. Highlighterni nima uchun, nima maqsadda beradi o'zi aslida? Xuddi yuz toni judayam chiroyli, tiniq yaltillab chiqqandek effekt berishi uchun beradi. O'shaning uchun ko'p bermanglar, yetarlicha beringlar, o'zi chiroyli ko'rinadi. Mana bu safar podvodkani ko'zni ich holatidan qo'ydim. Chunki bunaqa texnikada iloji boricha podvodkani ko'zni ichidan qo'ysanglar, judayam vulgarniy bo'lib ko'rinmaydi. Va kipriklarni nichalarini vadida artib, tush qo'yib oldim. Ko'zni teng holatiga ozgina qalam bilan chizib, ingichka kista chen bilan rastushevka qildim va tush qo'ydim. Qizlarjonlar, men bu safar kiprikni teng holatidan yopishtirgim keldi. Mana ko'zi ustidan emas, tagidan. Bunda ham rosa chiroyli chiqadi. Agar ko'zinglar ko'tarsa, makiyaj qilayotgan o'sha modelinglarni, klientinglarni ko'zi ko'tarsa, qilib ko'ringlar, juda ham chiroyli chiqadi. Sal opasniyroq bo'lib ko'rinadi, lekin eplasanglar rosa chiroyli bo'lib ko'rinadi. Sekin-sekin ikkita tarafdan boshlab, bitta u yoqqa, bitta bu yoqqa qo'ysanglar, kleyinglar yaxshi qotib oladi. Qilayotgan makiyajinglar, qo'yayotgan kipriginglar chiroyli, akkuratniy bo'lib chiqadi. Bittada bitta ko'zga qilsanglar chaplanib ketishi mumkin, kleylaringlar noakkuratniy bo'lishi mumkin, sekin qotishi mumkin. O'shaning uchun ikkita tarafdan baravar qo'yib kelsanglar chiroyli ko'rinadi. Mana kipriklarni qo'yib oldik. O'zi yupqa pishni kiprik bo'lganiga 2 qavat qo'yganimizda ham unaqa vulgarniy bo'lib ko'rinmadi. Bu safar qoshlariga senovey qildik. O'zi qosh tolalari juda chiroyli edi. Senovey rastushevka qilib, senda ham bo'yasa juda ham chiroyli chiqadi. Qizlarjonlar, hamma ham qosh tola chiza olmaydi. Oralariga ozgina qosh tola qilgandim, u kadr o'chib ketibdi. Ozginagina berganman, unaqa ko'p bermaganman. Qosh tola chiza olmaydiganlarga senovey forma qilsanglar ham juda chiroyli chiqadi qizlar. Va lablarini sig'algina pishni holatda kontur chizib olib, uni ham svetliroq qalamda rastushevka qilib, 3-4 xil pomadadan mix ton tayyorlab oldim va shu rang bilan lablarini bo'yadim. Mana po'stlari. Aziz kuzatuvchilarim, mana bugungi darsligim sizlar uchun qanchada foydasi tekkan bo'lsa, albatta sizlardan chiroyli e'tiboringlarni kutib qolaman.